Salom hammaga. Men Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahridanman. Ushbu go'losimni yozishimdan maqsad shu nevroz, depressivniy holatda yurganlarga o'zimni nevroz tarixim, nevroz holatida nimalar qildim, qayerlarga borib ko'rindim va qanday xato qildim va qanday qilib o'nalganimni aytib bermoqchiman. Men 2024-yil may oyida bir 3-4 kun o'zimni yomon his qildim. Qandaydir bir o'zim ko'krak qafasimda siqilishlar, qisilishlar, shu bosh og'rigandek bo'lib, holsizlik bo'ldimi? Bu asteniskiy holat ekan. Buni e'tibor bermadim. Shu ishdan charchagandirman dedimda. Xullas bir kun shu oilaviy ujin qilib o'tirgan paytimizda ovqatlanib bo'ldik. Xonamga kirib, endi divanga yotaman deganimda qandaydir menda bir paniskiy atakani boshlandi. Shu yuragim taxikardiya bo'lib, nafas ololmagandek bo'lib, nafasim qisib, oyoq qo'llarim qaltirab, xuddiki bir yuragim yorilib, infarkt, insult bo'ladigan bo'lib, o'lim qo'rquvi keldi. Qo'rqib ketganimdan ayolimni chaqirdim. Yordam ber menga, men hozir o'lib qolaman deb. Ayolim ham qo'rqqanidan skoriy chaqiraylikmi dedi. Skoriy ham nima deydi haligi uyimizga yaqin bir 10 minutlik joy edi, uyimiz atrofida edi. Yo'q, bu skoriy kelguncha men yuragim yorilib o'laman o'laman deb, undan ko'ra peshkom boraylik, tezroq boraylik deb, xullas kuchli vahimada peshkom ketdik ayolim bilan. Shu yo'lda ham bir 2-3 valnasi bo'lib o'tdi. Shu paniskiy atakani boshim aylanib, yuragim o'ynab, shu kuchli trevogada skoriyga kirib bordim. Bu yerda ham yordam beringlar menga, o'lib qolyapman, qutqaringlar, nafas ololmayapman deb. Shu meni tekshirib ketishdi, dalinalarimni o'lchashdi, bu qilishdi. Keyin nima bo'ldi deb so'rashdi. Shu nafasim qisib qolyapti, yuragim o'ynaveryapti, tez uryapti desam, meni yotqizishib EKG qilishdi. Keyin EKGlaringiz toza ekan dedi. Shu uxlamaganingizga bo'lsa kerak dedi-da, menga bitta kompinisa bilan dimidrol berishdi. Shu bilan uyga jo'natib yubordi. Uyga keldim, shu dimidrol ta'sirida bir 2 soatcha uxlab qoldim. Shundan keyin uyg'onganimdan keyin yana nima bo'ldiki menga dedimda, yana diskomfortlar boshlandi. Shu yomon his qilaman o'zimni, yana skoriyga borib, yana yuragim taxikardiya bo'lib, shu ahvolda nima deydi? 180 gradus hayotim o'zgarib ketdi. Shu 6 oy nevrozda o'tkir simptomlari bilan qiynalib yurdim. Har kuni skoriyga boraman, davleniyamni o'lchataman, общий analiz yozib beradi bir kun. Klinikaga borib общий analiz topshiribman. Shu bitta aka ham bor edi, shunaqa yuragim o'ynab, nafasim qisib qolyapti desam, shu meni apparatlarga birga yetalab olib borib, apparatlarga tushirdi. Boshdan oyoq MRT qildi, zo'blarimni tekshirtirdi, yurak klapanlarimni, oshqozon, pochka, jigar, plus hamma yog'imni общий analiz qildida, shu normalniy chiqdi. Hamma yog'i yaxshi ekan dedi. Shu o't qopingda dedi, oz-moz muammo bor dedi. U hammamizda ham bor, menda ham bor dedi. Bir 3-4 kun parhez qilib, yog'li ovqat yemasang dedi, yaxshi bo'lib ketasan dedi. Shu yerdan xursand bo'lib chiqdimda, bir 1 soat, 2 soat shu oldingi hayotga qaytgandek xursandchilik bo'ldimda, shu uyga kelganimdan keyin bir euforiskiy holat ekan. Bu holat keyin uyga kelganimdan keyin yana o'zimni diskomfort, yana eski holatimga, yomon holatimga tushib qoldimda, shu bilan bir nevrozni simptomlari qamrab oldi, kuchli vahima bosdi. Shu nevrozni simptomlari hammasi boshimdan o'tdi-da, shu 6 oy ichida. Bir nima deydi, asabiyman, bir hech nima ko'nglimga yoqmaydi, nima bo'lganini tushunmayman, har kuni doktordaman, medko'riklardaman, fobiyalar, o'rtoqlarimga qo'shila olmayman, uyqusizman, bir orada uyqusizlikda hali kardio nevrozim boshlandi, bir endi
boshimni bolishga qo'yib uxlayman deganimda shu tanamdan qizib tomog'imga keladi, shu ekstrasistoliya bo'lib, nafas ololmagandek bo'lib, yuragim to'xtab qolganga o'xshab tuyuladi. Shu bezovta bo'lib, shu bomdodgacha uxlay olmayman. Bomdoddan keyin bir 2 soat bir uxlab qolaman. Shu uyqu ham qandaydir bir miya ochiq, bir atrofdagi narsalarni sezib. Shu bir uyqu ham emasda u. Shu uyqusizlik bilan qiynaldim. Keyin uyimdagilar bir balkim bu domla tomondandir, yuragim tushib qolgandir deb domlaga qatnab yurdik. Bir ertaman bir yosh katta xolaga bir yurak ko'tartirgani olib borishadi. Asrdan keyin bir domlaga o'qitgani boraman. Shu o'qiyotgan paytda ham shu bir o'zimni yomon his qilib, ashitda ham qizib ketib, diskomfortda o'tiraman. Bosimda shunaqa ahvolda yurdim. Keyin nevropatologga bordim bir kun. Borganimda aytib berdim o'zimdek holatda, shu o'lim qo'rquvi kelib qolyapti, o'lib qolaman deb, yuragim o'ynayapti, siqilib qolyapman desam, yo'q bunaqa siqilmang, bunaqa qilib siqilaversang sahr bo'lib qolasan deb shu jo'natib yubordi kabinetidan. Shu uyga kelib battar tushkunlikka tushib, endi men bu kasallikdan qutulmayman shekilli, sahr bo'lib qolaman shekilli deb ertamangacha sahrni o'ylab vahimaga tushib, sahar analiz topshirdim. Sahrga borib, yo'q, analizlarim xudoga shukr normalniy chiqdi, norma ko'rsatdi, sahrim yo'q ekan. Shu ahvolda bir kun bitta skoriga borganimda, bir kun davleniyamni o'lchatgani borganimda shu aytdiki, bir siz hamma tana tomonidan sog'lomsiz, siz yo nevroz yo depressiyasiz deb tashxis qo'ydi. Siz psixiatrga boring dedi. Xullas men shu psixiatrga bordim. Borganimda men shu bor ahvolimni aytib berdim. Nima bo'lganman, qayerlarga bordim, qanaqa his qilyapman, o'zimni aytib berdim. Menga bir 2 oy, 3 oylik bir antidepressantlar yozib berdi. Bir 6 oylik shunaqa 2-3 ta antidepressant yozib berdi. Shularni ichdimda bir o'zgarish bo'lmadi. Shu dori ichsam ham qandaymanu, ichmasam ham shu holat davom etaverdi. Ta'sir qilganini bilmadim. Navarot, holsiz bo'lib, kuch yo'qdek bo'lib yurdim. Shu holatda yurib, keyin qandaydir bir orada shu yurak tomonidan qo'rqib yurardim oldin. Shu tana tomonini o'ylamay qo'ydim. Shu ipokondriyadan qandaydir bir o'kir, yopishqoq xayollarga o'tib qoldi kasal. Shu kasallikdan qutulmasamchi, o'zimni bir narsa qilib qo'ysamchi, o'zimni o'ldirib qo'ysamchi deb shu tig'li narsalardan qo'rqadigan bo'lib qoldim. Oldin shu tana bo'yicha sahr bo'lib qolsamchi, insult bo'lib qolsamchi deb o'y xayollar yo'qolib, endi men yopishqoq xayollarga, yomon xayollarga o'tib qoldim. Uyga kirsam o'zimni bir narsa qilib qo'ysamchi, bolalarimga zarar yetkazib qo'ysamchi deb shu vahimaga tushib qoldim. Shu pichoqni ko'rsamlar, tig'li narsalar ko'rsamlar, shu fobiya boshlanib, vegetativ simptomlarim qo'zib, davleniyam oshganga o'xshab, yuragim taxikardiya bo'lib ketardi. Shu xayollar bilan qiynalib yurdim. Keyin yana 1-2 oy ko'chaga ham chiqa olmayman. Xullas bir kun shu nevroz, depressiya edi. Nima ekan bu deb o'zim YouTube'ga yozdim, istab yurgan paytimda shu birinchi qism nevrozdan degan shu Ziyovuddinning videosini ko'rib qoldim. Shuni ko'rdimda oxirigacha qarab, eshitib, shuni nima qilsam, shu qandaydir meni aytib beryapti-da. Shu yoshlikdan shu perfeksionizm bo'lib, hamma narsa ideal bo'lishini xohlab, shu ichi tor bo'lgan shu meni aytib beryapti-da xullas. Shu hamma eshikka nima qildimda, kirib chiqdim, domlasi qolmadi, klinika qolmadi. Yurak ko'tartirdim, dedimda, shu bolaga ham yozdiraychi qabuliga deb shu aloqaga chiqdim. Shu darsliklarini, konsultatsiyalarni oldim, nima bo'lganini aytib berdim. Shu bilan darsliklarini o'tdim. Bir
uchta to'rtta seans deyli bir o'zimda qandaydir yengillik his qildim. Bo'lmadi emas u xayollar, bo'lib turdi bir oz moz. Orada bir telefon qilib so'rab turaman, uka Ziyovuddin, yordam bering, anaqa bo'lyapman, anaqa bo'lyapman, nima qilay desam, erinmasdan tushuntirib, darsliklar o'tib, shular xullas meni uyg'onadida, shu darsliklar foyda berib, shu ekspeditsiyalar qildirdi, yozadigan joylarni yozdirdi, chizadigan chizdirdi. Shu holatimni ekspeditsiyalar qilib holatimni ancha yaxshilab, hozir Xudoga shukur yaxshiman ancha. Nima demoqchiman? Endi shu hozirgi paytda men shu nevroz, oker, ipokondriya shu vahima qo'rquvlardan butunlay qutuldim. Shu Ziyovuddin tufayli. Endi hozir bu o'zimni xarakterim, dunyoqarashim, shu temperamentlarim bo'yicha ishlayapman. Demoqchi bo'lganim, shu nevroz, depressivniy holatda yurganlar menga o'xshab haligi vaqtini, umrini, pulini qiynalib yurishlarini istamagan bo'lardim. Bularga shu Ziyovuddinni tavsiya qilib, shu psixoterapiya olishini, konsultatsiya olishini tavsiya qilgan bo'lardim. Shu tavsiya qilgan bo'lardim. Effektlarini ko'radi. Sizga uchraganlar olib ko'rsin, aloqaga chiqib ko'rsin. Baribir bu nevrozda, depressiv holatda psixoterapiya kerak ekanda. Busiz iloji yo'q ekan. Men psixoterapiyani qandaydir bir oyna kabi, misol uchun yangi kiyim olsangiz, bir sochingizni oldirsangiz, bir oynaga qarab, qanday turibdi, qanaqa bo'ldim deb o'zingizni to'g'rilaysiz-u, psixoterapiya ham ana shunaqaga o'xshatdimda men oyna kabiga, ko'zgu kabiga. Odam o'ziga nima bo'lganini tushunmaydi ekanda, tashqaridan haligi dunyoqarashini, shaxsiyatlarini mana o'rgatdingiz Ziyovuddin. Qanday hayol kelib qolganda nima qilish kerak, shu ekspeditsiyalar bilan, shular bilan meni olib chiqib ketdingiz. Avvalambor sizga rahmat aytmoqchiman. Men bilan erinmasdan ishlab, meni tushunib, menga tushuntirib, to'g'ri yo'l ko'rsatganingizga. Bo'lmasam Xudoyim sizni menga nima deydi, sababchi qildida. Bo'lmasam siz Qag'dayu Toshkentda, men Qirg'izistonlik O'shdan bo'lsam, oldin sizni tanimagan bo'lsam, shu Xudoyim sababchilik qilib yuzlashtirdi. Shuning uchun sizga rahmat aytmoqchiman. Qolganlariga ham sizga yozilishini, baribir effekt bo'ladi. Bir yozdirib, konsultatsiya olib, terapiya olib ko'rsa sizdan, Xudo xolasa effekt bo'ladi. Rahmat. Hammaga sog', salomat bo'linglar.